Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga Rishtonni Cheremushka to'rt etajga domini birinchi etajdan 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Hozir sizlarga obzorini qilib beraman. Uyimizning dokumenti tayyor. 55-8 kvadrat 2 xonadan iborat. Ichi bilan tanishtiraman. Koridori ham rosa katta. Mana balkon, kuxnya qilib ishlatsalaring bo'ladi. Ko'chaga qaraganda birinchi etaj, mana plashatkalari bilan. Qaranglar. Mana bu yerda katta zali bor. Bu tomoni spalni qilasizlarmi, kuxnyami, kimni xohishi. Mana bu yerda vanna joylari mana ko'rsatyapman. Uyimiz prosta remont talab. Kim o'zini fokusiga qarab remontini qilib oladi, xudo xolasa inshaalloh. Baraka qilsa agar mana. Bu domimizni oldin Telegram kanallariga 22 ming qo'ygan ekanlar. Biz ozgina so'rab 20 mingga tushirib qo'ydik. Bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar. Manzilimiz Cheremushkada, to'rt etajlarda, mana prямо birinchi etajida, rosa ham udobni, qulay joyda. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol so'rab ma'lumot olishlaring mumkin.